To'g'ri. Falaq nashrga. Faqat sababi kitobni men kinematografiyadan jozibaliroq deb bilaman. Horror janri. Ya'ni dahshatli filmlar deymiz-ku. Shu janrda ham asar yozgan. Mana shu janr asosida yana film olyapti. Deylik, Binafsh shulasida hayo 8 ta kitobga kirgan bo'lsa, birinchi kitobdagi voqelik ana birinchi o'quvchiga holatiga mos bo'lmasa, ikkinchi kitobdagi voqelik unga aniq mos tushadi. Ba'zida bir xillar eshitib qolasiz. 2 bet o'qidim, tushunmadim, yoqdim, yoqmadi, tashlab qo'ydim deydi. Har bitta qahramonni muallif bergandan tashqari boshqa taraflarni ko'rishni boshlaydi kitob o'qigan odam. Qo'l tormozini tortib turib, tormozni bosib turib, hayotida pauzani qo'yib turib, Sekund to'xtab, to'xtab, qo'lga kitobni berib qo'yapti-da. Lekin Instagramdan shunaqa gap ketyapti, buni film qilinglar, multfilm qilinglar, rejissyorlarga iltimos qilishyapti-da kommentariyalarda. Shunchalik odam siz 50 martalab reklama qiling, har kuni pechanasiga to'qillatib qo'yib, o'qi desangiz ham, agar u asar inson ruhiyatiga yaqin bo'lmasa, u asarni olib o'qishmaydi. Qiziqdim. Asar birortasida ekranizatsiya qilinganmi? Sababi har bir asar chiqqandan keyin, kitob asar chiqarilsa, uni muvaffaqiyati kitob bo'lgandan keyin albatta u ekranizatsiya qilinadi. Keyin Binafsh shulasini birinchi qismini o'qimaganlar, birinchi qismini o'qish uchun harakat qiladiganlar, ularga havasim keladi. Chunki yarim yildan beri kutayotganlarga nisbatan ular kamroq kutishadi. Sen hayotimga nur bag'ishlagan, hayotim chirog'isan. Binafsh shulasi. Ikkinchi qismni kutinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Qanaqasiz o'zingiz? Rahmat. Axiri shunaqa mavzuda gaplashar ekanmiz-ku. Men xursand bo'ldim. Binafsh shulasi. Binafsh shulasi. Endi umuman olib qaraganda shu bu kitobni to'g'risini aytaman, siz taklif qildingiz. Taklif qildingiz. Shu kitobni o'sha o'qish jarayonida, o'rganib chiqish jarayonida ochig'i juda katta taassurotga ega bo'ldim. Bu o'zgacha taassurot edi. O'zimda o'yladim, balki hozirgi paytda shu kitob o'qiganimdan keyin ruhiy holatim hozir shunaqamikin degan fikr o'tdi-da. Keyin men ijtimoiy tarmoqlarda shu kitob o'qiganlarni eshitib chiqdim, boshqa qildim. Nargiza bilan mana gaplashdik, boshqa qildik. Shunda bildimki, demak bu meni ruhiy holatimga bog'liq emas. Ayni damda mana shu zamonda, hozirgi davrda hammaga kerakli bo'lgan shu ruhiy holatdan kechimmi ekan bu aslida. Ya'ni kerakli kitob ekan. Shu narsani tushunib yetdim. Hozirgi shiddatli zamonda Albatta. 30 soniyadan ko'p narsaga chidolmaydigan zamonda, bundan ko'pini miyasi qabul qilmaydigan zamonda kitobga bo'lgan qiziqish, kitobni o'qish va aynan shu asarga bo'lgan qiziqishni ko'rib, men hayron qoldim, to'g'risi xursand ham bo'ldim. Chunki kitobga qaytildi. Eng muhimi kitobga qaytildi. O'qishga, mutolaaga qaytildi. Muhimi shu. Qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar kitobga o'qishga qaytildi va nima desamki, qiziqish ortdi. Ya'ni qiziqtira olinadigan darajadagi asarlar yozilyapti, tarjima qilinyapti. Turli davralarga borganimda ham aynan mana shu Binafsh shulasi haqida gap ketyapti. Masalan, qarindosh urug'dami, boshqada joydan bir yig'ilib qolsa, o'sha yerda bitta odam bo'lman deganda, ya'ni mutolaa haqida gap ketgandan keyin Binafsh shulasi haqida gap boshlashyapti-da. Binafsh shulasini o'qib chiqdingmi yo'qmi? Yoki qiziqish bor-da. Bu qanaqa kitob ekan Binafsh shulasi? Shu darajada aylanib ketdi, shu darajada. Odamlarning shunchalik gapi ham qiziqtiribdi. Bu undoq qarasa, hozirgi davrimizda, hozir Nargizxon aytganlaridek, ya'ni hozirgi shiddatli davrda bitta kitobni muhokamasi bu katta voqelik aslida. Ya'ni odamlar haqiqatan yaxshi ko'rib o'qiyapti. Kimdir majburlamayapti. "Ey, men kitob o'qidim, oldiga qo'yib majburlab o'qitmayapti." Kitobga bo'lgan butun dunyodagi bo'lgan o'zgarishlar, boshqa fikr o'zgaryapti. Ya'ni uni qabul qilish o'zgaryapti, kitobni qabul qilish o'zgaryapti. Mana shu insonni xursand qiladi. Eng muhimi shu, hozirgi davrda eng muhimi shu. Oldin aytishardi, kitob o'qiganmisan deyishardi. Haqiqatda, chunki
avlodlar ma'lum ma'noda kitobdan uzoqlashib ketishgan edi. Kitob olami bilan yashash bo'lardi oldinda. Mana bir davralarga borib qolsangiz, u ziyoli davra bo'lishi shart emas edi. Kitobxonlar davrasi bo'lardi, boshqa bo'lardi. U biror bir kitob haqida fikr bo'linardi, fikrlashilardi. Bemalol fikrlashib, o'z nimalarini bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lardi, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'lardi deb, hatto yozuvchilar qatori darajasida fikr bildira oladigan darajada bo'lingan. Sujetni liniyalari haqida bo'lardi-da suhbat. Ya'ni yozuvchi nimaga bunaqa degan yoki nimaga bunaqa tavsiflagan. Mana shu haqida fikrlashilar. Aynan Benafsha shu'lasi shu narsaga sabab bo'ldi. Ya'ni fikrlashi, yopilib qolgan hujayralarni ochilishiga sabab bo'ldi. Bor gap-da. Shunaqa. Haqiqatda o'zi masalan o'ylab qarasa kitobda kirib olish qiyin-ku. Kirib olsangiz asta-asta kitobni o'qib davom etsa bo'ladi. Kirib olish hozirgi yoshlar juda kitobga qiziqish yo'qolib ketganga o'xshaydi, lekin mana shu kitob boshqacha qiziqtiradi, kitob olamiga kirib olishga boshqacha ta'sir qiladi deb o'ylayman. Kitobni o'zi mana masalan hozir aytdingiz, kitobni ochganda kitobni boshlab olish jarayoni o'zi qiyin. Ya'ni keladi, Tortib ketadimi yo'qmi? dangasalik bilan keladi, keyin uni ochib olib 4-5 bet o'qigandan keyin ana undan keyin kirib ketadi. Ba'zida bir xillar eshitib qolasiz, 2 bet o'qidim, tushunmadim, yoqmadi, tashlab qo'ydim deydi. Yo'q, hali u kira olmagan payt bo'ladi. O'sha dangasalik payti u yengib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni kirib olish kerak. Sababi kitobni men kinematografiyadan jozibaliroq deb bilaman. Chunki nimaga desa, mashhur rejissyori gapi bor. Haqiqiy kino mana bu yerda. Ya'ni miyamiz. Ya'ni biz kitob o'qiganimizda muallif tasvirlagan dunyoni har birimiz o'zimizcha tasavvur qilamiz, o'zimizni lentamizdan o'tkazamiz. Masalan, Nargiza, siz, men uchalamiz mana shu Benafsha shu'lasini agar o'qiydigan bo'lsak, muallif yozgan, to'g'ri, tasvirlab beryapti, lekin shu narsani biz boshqacha rakursda ko'ra boshlaymiz. O'zimizni qiyoslaymiz-da va o'zimizda shu sujetni liniyalar o'zimizda o'tib boradi har bitta voqelik. Har bitta qahramonni muallif bergandan tashqari boshqa taraflarni ko'rishni boshlaydi kitob o'qigan odam. Ya'ni boshqacha yondashishni boshlaydi, o'zidan kelib chiqqan holatda boshqacha yondashishni boshlaydi. Har kimning fikri shuning uchun har bir qahramon haqida har xil bo'lishi mumkin. Bir xil fikr yuritmaydi. Qaysidir kichkinagina yutug'ini kattaroq ko'rishni boshlaydi yoki kichkinagina kamchiligini ko'rishni boshlaydi. U muallifdan tashqari mana shu o'qiyotgan, shu narsani tasavvurida ko'rayotgan insonlarda boshqa narsa uyg'otadi. Mana bitta misol aytaman. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar asari oliyligi. Mana shu o'tgan kunlar asarini qarasangiz, xo'p o'qilgan shuncha yil o'tdi. O'qilgan o'rganib tashalgan go'yoda. O'sha Otabek deylikda, Kumush, Zaynab, lekin shu darajaga yetib borildiki, bu kitob shu darajada o'rganib ketildiki, Zaynab tarafdorlar paydo bo'ldi masalanda. Oldin faqat Otabek Kumushchi o'sha muhabbat liniyasi haqida gap ketgan bo'lsa, Zaynab tarafdorlar, hatto tarixchilar buni asoslab berishdi. Nimaga Qodiriy Kumushni bunaqa qo'ygan? Aynan shu darajadagi muhokama hozirgi paytda Benafsha shu'lasida kuzatilyapti. Katta narsa-da bu. O'ylab voqelik bu. Bu voqelik. Sababi o'quvchilar qahramonlar haqida fikr yuritishyapti. O'sha Hayo bilan Arandas. Mana shu ikkita qahramon haqida fikr yuritishyapti. Bunisi bundoq qilgani bundoq bo'lardi, bundoq qilsa bundoq bo'lardi. Men bir narsaki, hozir shu avlodda bir film yoki bir anime ko'radimi, boshqa qiladimi? Fikrlab qolishadi, bunaqa voqea bundoq bo'lganda bundoq bo'lardi, lekin kitob haqida bo'lmasdi-da. O'ylardim-da, nimaga kitob haqida bu darajada fikr yuritishmaskin? Chunki kitob o'qimaydi dedirdim. Lekin mana shu kitobni o'qigandan keyin yoshlar ham o'qishni boshlashdi-da. Yosh, masalan, maktab o'quvchilari ham o'qishni boshlashibdi. Men hayratlanarli, chiroyli, yaxshi hol. Asar o'zi zo'r bo'lsa, asar haqiqatda yaxshi bo'lsa, qalbga yaqin bo'lsa, ya'ni insonning ruhiyatiga qanchalik yaqin bo'lsa, haligi asar sevib o'qiladi. Uni siz 50 martalab reklama qiling, har kuni peshonasiga to'qillatib qo'yib, o'qi desangiz ham, agar u asar
inson ruhiyatiga yaqin bo'lmasa, u asarni olib o'qishmaydi. Hozir men o'ylab qoldim-da, masalan, qaysidir kitoblar bo'ladi, bitta janrga, bitta holatga moslashib, o'sha kitob aylanadi ichida voqelikda. Lekin hozir o'ylab qoldim, Binafsha shu'lasida ichida har xil kitobga kirib chiqadi-ku. U har xil kitob bo'lgandan keyin ichidagi qaysidir kitob, qaysidir voqea, albatta qaysidir odamni o'zini ichidagi holatiga mos tushadi-da. Masalan, deylik, Binafsha shu'lasida hayo 8 ta kitob ichiga kirgan bo'lsa, birinchi kitobdagi voqelik ana birinchi o'quvchiga holatiga mos bo'lmasa, ikkinchi kitobdagi voqelik unga aniq mos tushadi. Shu aylanib yuraveradi. Bu asarni muallifini mahoratida-da bu. Sababi mana o'zingiz 8 ta, ya'ni bu 8 ta hayotni boshdan kechiradi. Ya'ni qahramon qiz 8 ta hayotni boshdan o'tkazib va ma'lum bir ma'noda o'sha dunyodan, ya'ni qo'pol qilib aytgan dunyodan chiqadi. Eng qizig'i hali kitob olamida bunaqa voqelik bo'lmaganki, sababi o'quvchini o'zi u kitobning ichiga tushib, har bir voqelikdan voqelikka o'tishi bunaqa voqelik bo'lmagan. Shuning uchun ham o'zga xosligi shu yerda-da bu. Keyin yana bir narsani aytib o'tish kerak, kitob janri. Kitob janri, fantezi janrida. Nimaga desangiz, hozir nima uchun qiziq va nima uchun ko'proq odamlarga yoqadi? Boya aytganimdek, shiddatli, juda tez ketayotgan, juda tez yashayotgan zamonimizda ozgina mana bu yerni bo'shatish kerak. Juda ko'p ma'lumot bor. Uzilish kerak. Ko'p ma'lumot bor. Juda ko'p narsalarni boshdan kechiryapmiz. Hamma narsamiz juda tez sodir bo'lyapti. Va o'sha paytda aynan o'shani o'zida ozgina bo'lsa ham o'sha ruhiyat to'g'risida gapirdik. Ozgina bo'shatish kerak. Ozgina odam o'zini bo'sh qo'yish kerak. Odamda materialniy orzuga qiziqib ketib qolganda oxirgi paytda. Ma'naviy orzu, shunchaki orzu degan narsalar yo'qolib ketgan. Mana oddiy misol o'sha narsalarni qaytarishga yordam beradigan kichkina bo'lsa ham hissasi bor. Asardagi ma'noda, yo'nalishda shu narsalar bor. Ya'ni ozgina yashashdagi qiziqarli narsa, yashashdagi tuz deylik. Ozgina shunaqa narsa bor shu yerda. Hozir shiddatli deganlarim, masalan, hayotni hozirgi paytda deylik, masalan, 150 tezlikda, 200 tezlikda ketayotgan mashinaga o'xshataman-da. Ya'ni hayotimiz shunaqa. Ya'ni o'zi aytiladi-ku, hayot qisqa degani bilan bu tezlik bilan hayotimiz o'tib ketib qoladi. Shu tug'ildik, o'smirlik paytimiz bo'ldi, yoshlik davrimiz bo'ldi va qarilik davrimiz bo'ldi va o'tib ketdik bu dunyoda. Mana shu 150-200 tezlikda o'tayotgan mashinada tasavvur, shunaqa muallif shunaqangi mahorat bilan qo'yganki, o'quvchini o'sha qo'l tormozini tortib turib, tormozni bosib turib, hayotida pauzani qo'yib turib, sekund to'xtab, qo'lga kitobni berib qo'yapti-da. Mana bu muallifning mahorati. Ya'ni bitta gap lahzada yashab qolish. Lahzada yashab qolishni bitta yo'li bu. O'sha asar muallif haqida aytganmiz-ku, o'zi umuman yaxshi asar haqida gapiramiz, odatda uni muallif haqida gapirmaymiz. Usoma Muslim asli bu inson o'zi Saudiya Arabistonlik. 1977-yilda tug'ilgan ekan. Tengdoshmiz deyarli. Tengdosh ekanmiz. Umuman olib qaraganda bu yoshda hamma mualliflarda ham zo'r asar chiqavermaydi. Asar yozgan o'sha kitoblarimda e'tibor beradigan bo'lsangiz, yoshlarga e'tibor bersangiz, hamma ham bu yoshda zo'r asar yozavermaydi. Lekin Usoma Muslimni to mana shu Binafsha shu'lasi asariga qadar bir qancha asarlari bor. Hatto o'sha aytdiki fantezi janrida. Fantezi janrida ijod qilgan bu ijodkor va asarlari bor. Endi o'zim qiziqib chiqdim hozirgi paytda. Nimaga men hozir aytaman, endi o'zimiz dublyajda bo'lganimiz uchun qiziqdim. Asari birortasida ekranizatsiya qilinganmi-kun? Sababi har bir asar chiqqandan keyin, kitob asar chiqarilsa, uni muvaffaqiyati kitob bo'lgandan keyin albatta u ekranizatsiya qilinadi. Bu o'sha jahon kinematografiyasida kuzatilgan. Sababi muallif xohlasa, xohlamasa yaxshi asarga opishadi. Qiziquvdim. Hozirgi paytda 3 ta kitobi ekranizatsiyasi boshlangan. Bitta kitobi serial boshlangan,
Saudiya Arabistonida hozir Neom shahri qurilyapti-ku. Ana shu atrofda serial boshlangan. Ya'ni Arabiston bog'lari deb nomlangan fantasy janrida serial olinishi boshlangan. Undan tashqari yana bitta asari bor, u ham bu ijodkor o'sha fantasy janr deymiz-ku, keyin yana janr bor, u horror janri. Ya'ni dahshatli filmlar deymiz-ku. Shu janrda ham asar yozgan. Mana shu janr asosida yana film olinyapti. Ya'ni ayni paytda hozir aytganimda o'sha 3 ta asar asosida film olinyapti. Men nimani xohladim shu izlanishim jarayonida birorta bir rejissyor shu Binafsha Shu'lasiga yopishganmi-kun? Ya'ni shuni film qilaman deb yopishganmi-kun dedim, lekin buni ko'rmadim. Lekin Instagramdan shunaqa gap ketyapti, buni film qilinglar, multfilm qilinglar, rejissyorlarga iltimos qilishyapti-da kommentariyalarda. Shunchalik odam Endi masalan bizdagi rejissyorlar bu asarni film qilish uchun birinchi navbatda mualliflik huquqi degan narsa bor. Buni yaxshi bilamiz. Sababi qarang, men bir narsaga qoyil qoldim. Masalan kinoda kuzatardik-ku, filmga dublyaj qilib qo'ysa, haligi nima deydi, qaroqchilar bo'lardi, video qaroqchilar. Uni olishardi-da, o'zi chiqarib, o'zi tarqatardi, boshqa qiladi. Hozir ham bor o'sha video boshqacha yo'nalishda. Bu kitobda qaroqchilik boshlandi. Kitob janrida qaroqchilik boshlandi. Bu to'g'ri, bu yaxshi narsa emas aslida. Ya'ni kimdir mehnatini olib turib, uni qo'yib turib, mana Binafsha Shu'lasi deb uni yana chiqarib mehnatga kimdir mehnat. Bu narsani 100% qoralayman. Lekin qaroqchilar kitobga ham e'tibor qaratishni boshlashdi. Sababi endi deyishdi, odamlar kitobni o'qishni boshlashdi. Ya'ni kitobni mutolaa qilishni boshlashdi. Bu ham odamni xafa qilish bilan bir qatorda bilamizki, nimani kontrafakti chiqadi aslida desa, talabgir bo'lgan narsani kontrafakt chiqadi. Ya'ni nimagadir biza talabgir bo'lsa, o'shanga nisbatan qaroqchilik boshlanadi-da, soxtalar chiqishi boshlaydi. Demak, bu asar haqiqatda bestseller asar bo'lganki, buni qaroqchilik o'sha versiyalar chiqishi boshladi. Bitta shunaqa voqelik bo'lgan. Mana hammamiz bilamiz, Harry Potter asarini, Xitoyda kontrafakt versiyasi. Bu kitob o'zi chiqmagan, voqea yozilgan. Voqea yozilib sotilgan Xitoyda. Ana uni keyin uni bilib qolishgandan keyin bu narsa to'xtatilgan. Ya'ni Harry Potter keyingi voqeasini o'zligicha qilib, Harry Potter keyingi voqealarni buni chiqarishni boshlashgan. Bu qasdin ma'noda har bir o'sha o'qigan insonni ilhomlantirib yuboradi. Kim yo u tomonga, yo bu tomonga. Lekin eng qizig'i ming nima qilgan taqdirda ham soxtasini chiqarish u Mahmuddagi shuncha 200 talab odamni qotgan mehnatiga tupurib qo'yapti-da. Ya'ni ular o'zini moddiy manfaati uchun. Mana ibrat bir narsa bor. Aytish mumkin-da, mana masalan, mana nima qilyapmiz? Biz ham ziyo tarqatyapmiz deyish mumkin. Bu asos bo'la olmaydi. Bu yerda ziyo emas. Nimaga hech kim o'qimayotgan kitobni chiqarib sotmayapsan? Ziyoli qilish uchun. Ziyoli qilish uchun olganda Skanaviyni o'sha matematikaga oid asarlarni olganda shuni chiqar. Nimaga chiqarmayapsan masalan? Yo, oddiy misolda. To'g'ri. Bu yerda bir narsaki, boya aytganimdek, talabgir bo'lgan narsani kontrafakt chiqadi. Ya'ni oliy maqsad ziyo tarqatish emas, oliy maqsad pul ishlab olish. O'sha jarayondan pul ishlab olish. Moliya. Asosan shu. Bu albatta bu yaxshi narsa emas bu. Sababi gap bo'lishi mumkin emas. Men aytardimki, o'sha kitobni o'sha kontraktdan chiqarish uchun ham mehnat ketganmi? Siyoh ketganmi? O'sha nima deydi, o'sha kitob chiqaradigan o'sha uskunalar, hammasi zamonaviy uskuna, hammasi ishlaganmi? Qog'oz ketganmi? Unga ham mablag' kiritilgan, to'g'rimi? Uni o'rniga boshqa o'sha jahon adabiyotidan hozirgi paytda yozilayotgan asarlar bor. Yaxshisini topib kelib, o'shalar bilan kelishgan holatda mualliflik huquqini olgan holatda shuni chiqar, tarjima qilgan chiqar. Shunga shu narsaga ketkazayotgan aqlingiz nega bunga kelganda oqsaydir deydi. Yaxshi, boshqa narsaga yo'naltirib bor ekan, olib keling. Mana olib kelsin-da, etsin. O'rtoqlar, sizlarda mana masalan Binafsha Shu'lasi chiqdi. Bizda mana bunaqa kitob chiqdi desa, mana bizda shunaqa asar olib keldik. Ziyo tarqatmoqchi ekan shunchalik. Ekansiz. Bu endi o'sha yo'l bilan gap o'zini topadi dedi. Egasini topadi. Lekin men oxirgi payt ko'rdim, soxtasi baribir soxta bo'ladi, sifatli bo'la olmaydi dedi-ku. 2-3 kun oldin video ko'rib qoldim. Tepasiga yozib qo'ygan tekstda
Sen o'zingni kitobingni boshqaga hech qachon berma, chunki ular hech qachon sendek qadrlamaydi deyapti-da. Binafsha shulasini qog'ozlari chiqib ketgan variant. Ana qog'oz o'zi yirtilmagan, chiqib ketib qolgan. Shunaqa variant qo'yib qo'yadi. Yozdim keyin kommentariyaga. Gap noto'g'ri tanlanibdi dedim, chunki bu soxta kitob. Soxta bu sifatsiz bo'ladi, albatta. Shuning uchun qog'ozlari chiqib ketgan. Qaysi kitobxon o'zini kitobini, kutubxonasida turgan kitobini shunaqa sifatsiz holatga keltirish, kitobini shunchalik yaramaydigan holatga keltirib qo'yib qo'yishni xohlaydi. Hech kim xohlamaydi. Hammasi kitobini yaxshi ko'radi. Kitobxonlar kitobini yaxshi ko'radi-da. Tasavvur qiling, mana masalan men aynan mana hozir kitob dedingiz, ko'p narsani bari o'zimiz kinoning ichida bo'lganimiz uchun kinoga taqiyman-da. Nimaga? Masalan, jahon miqyosidagi zo'r film chiqdi. Uni chiqdi. Men shaxsan o'zim o'sha jahon premyerasini kinoteatrga tushib ko'rishni yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki kinoteatrga tushib, undan o'sha oladigan emotsiyasi boshqa, hammasi boshqacha. Ya'ni sifatli kadrda ko'rasiz. Masalan-da, qaroqchilikda nima bo'ladi? Qaroqchilikda o'sha TC format deyiladi. O'sha bir rasvosini chiqadi, undan tegida anu qimor reklama qiladigan bir anaqalar bor, ular qo'yib qo'yadi. Ular uchun haligi ketgani, uni odamlar ko'rgani foydada unga. Haligini olib, haligini rozi bo'lmasdan haligini ko'rishni boshlashadi. Ya'ni sifatsiz dublyajda haligini ko'rishga harakat qilishadi. Uni bitta odam o'qiganmi, u tushunib o'qiganmi, boshqa qilgan farqi yo'q. Shuni harakat qilishadi, shuni ko'rishadi. Mana bu halokatli narsa-da bu aslida. Ya'ni kimdir mehnat qiladi, kimdir ijod qiladi, bu qiladi, u tayyor berib, haligi oldingizga oshni qo'yib turibdi-da, hali pishmagan oshni, hali qozonda zo'r osh bo'lyapti-da aka. O'sha hali pishmasdan turib oldimda, o'sha bitta yeb ko'ring deganday gapda. Pishmagan narsani xom atalarni olib kelib yedirib ko'ryapsiz sizga. Zo'r emas, lekin pishganda zo'r bo'ladi deydi. Lekin pishganini yemaysiz siz. Chunki xomini yeb qo'ydingiz-da. Bo'ldi, to'yib Xuddi bo'ldingiz. shunga o'xshagan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha kitobni gap mayli, u kitobni varrag'ida boshqa chiqib ketishda emas. Unga ketgan mehnat bor-ku. Unga ketgan insonning mehnatini shundoq ko'chirib turib, mana deb uni berish, u nodonlik-da bu. Juda. Keyin hozir kinoga taqqoslayman dedingiz-ku. Ichimda bitta xayol o'tdi-da, shu savol. O'zim uchun qiziqarli, balki tomoshabinlar uchun ham qiziqarli. Sizni fantaziyangiz bo'yicha bitta ko'raylik-da, Amin bobo. O'sha kitobga olib kirgan odam, asosiy qahramonlardan keyin Hayo asosiy yana qahramon, yana Arandas deylik. Shuni o'zbek aktyorlaridan qaysi birlarini olsak bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Bitta kasting direktori bo'ling-chi. Yo'q, endi casting. Xo'p, men o'sha boboni rolida men ochiq gap edim, men Ubaydullo Omonni ko'rdim. Ubaydullo Omonni ko'rdim. Mana shu ko'rinishlari, boshqalar nimagadir soqolli holatlarida, shu nuroniy holatda shuni ko'rdim-da. Endi hayotda men umuman hali ekranga chiqmagan men aktrisani xohlardim. Yangi yuzni xohlardim, Hayo obrazida. Chunki isman muallif tomonidan qaysidir ma'noda bir o'ziga yarasha har bir o'zini talqini bor-da, bekorga uning ismini Hayo qo'ymagan. Uni Hayo ismi o'zida juda katta ma'no bor. Agar o'sha ekranizatsiyada hech kim hali ekran yuzini ko'rmagan aktrisani men ishlashini xohlardim. Arandasda ham xuddi shunaqa. Men fikrimcha, agar bor bo'lganlarida rahmatli Fayzul aka Ahmedov. Ha? Endi hozir agar hozirdan zamondan kelib chiqqan holatda ayni damda aytyaptilar. Lekin o'zi umuman xayolimga birinchi kelgan odam o'sha o'qiganda, birinchi o'sha ko'rganda Amin boboni nimasini tasavvurga bo'lganda shu odam kelgandilar. Keyin Hayo obrazga aytganlaridek hali hech kim ko'rmagan, hali hech kim ishlatmagan. Yangilik. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak. U yerda kitobdan kitobga o'tish bor-ku, har kitobga o'tganda Hayo obrazi qoladi, lekin ko'rinish shakli o'zgaradi. Ko'rinish shakli o'zgarganida har bitta kitobda yana yangi aktrisa ishlatish mumkin. Chunki mana to'g'ri aytdilar. Masalan, deylikda, mana keyingi hayotda u Hayo bo'lgani bilan ko'rinish boshqa.
Qarang ekranizatsiya qilsa, qarang qanaqa zo'r bo'ladi. Juda ko'pchilikni kashf qilish mumkin. Juda ko'p yangi aktyorlarni Yangi kashf aktyor. qilish mumkin. Arandas obrazi ham xuddi shunga o'xshagan. Arandas obrazi ham xuddi shunga o'xshagan. Nima desam ekan, kitob davrida masalan, mana ya'ni kitobga qaytadigan bo'lsak, o'sha nima voqelikka qaytadigan bo'lsak, kitobga tushib qolgandan keyin juda katta davr mobaynida kitob ichida yashaydi. Ya'ni haqiqiy hayotdan kitob olamida yashaydi. Haqiqiy hayotdan ketadi. Deylik, oddiy, masalan, agar kino bo'lganida hayo komaga tushib qoldi deylik. Hayo komada degan holatda, ya'ni o'zini dunyosida, kitobdagi hayotida yashayapti. Ya'ni o'shani haqiqiy real hayot deb o'ylayapti. O'zimizda ham bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, shuncha mana yashaymiz. Mana siz shuncha yashadingiz, to'g'rimi? Bundoq qarasangiz, kechqurun uxlayapsizda, ertalab tursangiz boshqa hayot. Hozirgi gaplashayotganimiz, hozirgi yashayotganimiz boshqa olam ekan, qarasangiz. Tush bo'lsa. Tush bo'lsa. Yoki parallel dunyo. Bu bir narsaki, mamnun narsa bor-da, qaranglar. O'sha Kristofer Nolanning filmi bor, o'sha Ibtido degan filmi bor. Mana shu Ibtido filmida tushga tushiladi. Tushdan tushga o'tiladi, lekin har birida hayot bor. O'sha hayot, boya o'sha so'z tilimga kelmadi, timsollarda. Ya'ni o'sha hayo ismi ham o'sha timsol edi. Yozuvchini zo'r tomoni shunda bo'lganki, har bir hayotni timsol bilan berib ketishni boshlagan. Hayot o'sha bitta voqelikda qushchaga aylanadi, to'g'rimi? Qushcha bo'lib hayot kechiradi-da. Aytmoqchi bo'lganim, har birida o'ziga yarasha timsol bor. Timsol qo'yib ketadi. Endi qarang. Bundoq qarasangiz, bu asar o'sha arab yozuvchisiniki. To'g'rimi? Umuman bir tasavvur qilib ko'ringlar. Voqeani biz qabul qildik-da. O'zimiznikidek qabul qildik. Agar shu voqeani masalan boshqa millat vakillari o'qisa ham, ular ham qabul qiladi voqeani. Nimaga? Qani ibrat etingchi, nimaga? Nimaga mana masalan? Nimaga qabul qiladimi? Nimaga? Mana masalan arab yozuvchisi yozdi. Mana shunaqa asarlarimiz borki bizada faqat o'zbek o'quvchisi yoki o'zbek tomoshabini tushunadi o'shani. Mentalitet jihatdan. Masalan, uni boshqa millat vakili tushunmaydi. Bu asar shunaqaki, uni biz tushunib turibmiz. Arab yozuvchisi yozyapti, lekin biz tushunmaymiz. Boshqa millat vakillari ham o'qisa, ular ham tushunishadi shu narsani. Nimaga? Hamma kitobxonlar uchun-da shunda. Yo'q, hamma kitobxonlar. Kitobxon jihatdan emas, просто inson sifatida qani eting, shunchaki inson sifatida. Sabab mana o'qigansiz, lekin tushunishimiz zo'r-ku. Mana oddiy misol aytaman. G'arb yozuvchilari bor. Deylik, o'sha Artur Conan Doyle asarlari bor, o'sha Sherlock Holmeslar boshqa bor. O'sha Sherlock Holmes haqida kitobni, o'sha voqelikni o'qishingiz uchun siz qaysidir ma'noda Angliya hayoti haqida qanaqadir bir ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Tushunchalarga ega bo'lishingiz kerak. Tushunchalarga ega bo'lishingiz kerak. Yoki tushuncha teyda bir izoh beradi. O'sha izohda falon narsa desa, o'sha sizga izoh, bu so'z mana bu ma'noni berar ekan-da. Ya'ni izohlar bilan beradi. Lekin bu kitobda izoh yo'q. Bitta anaqa keldi, hozir xayolimga bitta gap keldi. Shu javob sifatidami, qanaqadir endi bilmadim, to'g'rimi, noto'g'rimi, siz o'ylagandek fikrmi? Kitobda nechta kitobga kirgan bo'lsa ham, bunda o'ylab qarasa hamma kitob va hayoni o'zini hayotidagi hayot ham kitobxonlarga tanish. Kitob ham ularni kitobxonning ruhiyatiga tanish, bir-birini taniydi. O'sha voqealar hayot davomida bo'ladi baribir. O'sha voqelikdan o'tgan, shuni his qilib o'qiydi. Masalan, o'sha kitobda sizga qaysi hayotga kirgani ko'proq yoqdi? Men savolimga javob bermasam. Men umumda javob beraylik. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, nima uchun biz ham qabul qildik yo boshqa millat vakillari ham o'qiganda qabul qildi. Muallif bu kitobni yo bir arab millati uchun yozmadi bu asar. Umum bashariyatga yozdi bu kitob. Ya'ni butun bashariy insoniyatga yozdi bu kitob. Chunki insoniyatning ruhiyatida kechadigan kechinmalarni yozdi bu yozuvchi. U o'ta ingliz bo'ladimi, yapon bo'ladimi, men bo'lamanmi, lekin hammamizni bu shiddatli hayotimizdagi o'tayotgan shu ruhiyatimizda bizga kerakli bo'lgan sokinlikka bera oldi. Shuning uchun ham umum bashariyatga yozilgan asar bu. Shuning uchun ham binafsha shu'lasi sevib o'qilyapti.
Shuning uchun ham oddiy inson sifatida javob berib ko'ring-chi, Ibrat deb savol berdim. Oddiy inson sifatida. Shunaqa lekin. Hamma hayotda shunaqa. Chunki mana shuncha kitob mana hayot davomingizda qancha kitob o'qigan bo'lsangiz, u g'arb yozuvchilariniki bo'ladimi yoki boshqa millat vakillarniki bo'ladimi, tegida izoh beradi-da. Ya'ni siz tushunmaysiz o'sha so'z, voqelikni tushunmaysiz, lekin tegida muallif tushunmagani uchun boshqalar hisobga olinadi. Ya'ni bizani tarjima qilingan paytda kitob tarjimoni izoh berib ketadi. Masalan, deylik, Angliyada palon voqelik bo'lib o'tgan, palon voqealar bo'lgan, palon voqea, shu voqea bunga bog'langan. Shu haqda gap ketyapti hozir deb qo'yadi. Ya'ni siz bu nima degani bilasizmi? Siz voqeadan chalg'ib turib, bu yoqqa o'tib turasiz. Ani voqea sujetidan shunday chetga chiqasizda, o'tib haligini ko'rib olasizda, keyin yana qaytasiz. Bu yomon narsa. Xuddi qo'pol qilayotganda o'sha jarayonda turibsizda, eshikdan tashqariga chiqib, dahlizga chiqib, birov tashqariga qarab, yana qaytib kirib, kim bor ekan deganda edi, qaytib yana o'sha eshikka kiryapsiz. Bu kitobda unaqa bo'lmaydi. Siz voqeadan voqeaga kirib ketasiz. Izohga hojat yo'q. Aka. Chunki tushunarli hammasi. Chunki o'zingiz o'tkazishingiz mumkin bo'lgan o'sha boyagi bekorga aytganim yo'q, orzu qilish jarayoni faqat ko'p orzularimiz materialniy bo'lib qolganda, hozir ayni damda orzularimiz materialniy bo'lib qolgan. Bu shunchaki inson ekanligimizni, oddiy inson ekanligimizni, Xudoning bandasi ekanligimizni, shu bilan birga bundan tashqari ruhiy holatimiz tinch bo'lishi uchun, o'zimiz uchun ma'naviymi, ruhiymi, ko'nglimiz xotirjamligi, orom olish uchun chiqib ketish kerak bo'lgan, mandan chiqib ketish kerak bo'lgan narsalarni chiqarib tashlash uchun bitta vosita, bitta asar, yaxshi asar. Nima desamki, qabul qilish oson. Nima uchun qabul qilish oson? Chunki ko'pchilik o'qiganda darrov qabul qildi. Mana shu kommentariylarda ham yozilganda, hozir aynan o'sha kichkina kontentlar chiqarganda, aynan shu joyini hozir o'qigan edim. Hozir ko'rdim, shu joyida shunaqa qattiq yig'ladimki, shunaqa joydan keyin nima, iltimos shunaqa kontentlarni ko'p chiqaringlar. Demak, kichkina bir daqiqaga yetmaydigan narsalar mamga yetib boryaptimi? Demak, hali insoniylik ketmagan. Odamlarda insoniylik bor hali demak. Keyin mana bir narsa siz aytdingiz-ku, qaysi o'sha voqelik bo'lsa, qaysi birda ko'proq ta'sirlanish bor. Shaxsan o'zim o'shanda o'zimiz ham qilgandik-ku o'sha o'limida. Arandas o'limi. Bu sababi qarang bir narsada, har birimiz inson bo'lamiz. Ya'ni ikkita inson sevishdi, hayot qurdi, boshqa qildi, lekin o'sha yerda o'limini so'nggi soniyalarida biz aytamiz-ku, mana voqelik bo'lganda, voqelik hikoya yozilganda voqelik ko'tariladi va tugun bo'ladi va u sekin yechilib boriladi. Ana o'sha aslida o'sha kitobdagi ko'tarilish ana o'sha edi. Ko'tarilish shu edi. Ya'ni muallifni olib keladigan joyi bizani o'sha olib kel. Mana siz asari qatida ta'sirlandingiz, qaysi joyda ta'sirlandingiz deganda e'tibor bersangiz, deyarli hamma bir xil joyni aytadi. Nimaga desangiz, chunki muallif o'quvchini ana shu jarayongacha tayyorlab keladi. Bizni o'sha jarayongacha tayyorlab kelgan muallif. Mana shu joy eng yuqori nuqta bo'ladi. Eng birinchi eng yuqori nuqta. Shu yuragingizni titratib, ko'zingizdan yosh chiqazaveradi. Shaxsan o'zimni o'sha joyda men ko'zimdan yosh chiqaring. Keyin yana bitta narsa boya aytdik-ku, haligi keyingi voqealarga o'tganda u nimaga aylandi? Qushchaga aylandi. Shu o'zimga qiziq bo'lgandi. Muallif buni qanaqa tasvirlar ekan? Ya'ni bitta narsa qushga aylanib qoldi, qush hayotida qanaqa tasvirlanishi mumkin? Va u qush sifatida voqelikni bu qushni qaraylar, qanaqa mohirlik. Qushni nigohi bilan olib borilyapti. Mashina nima desa bo'lar ekan, tomoshabinlarga qiziqtirish sifatida aytsa ham bo'ladi. Qani o'qib ko'rmaganlar bo'lsa, lekin
Mana to'g'risi hozir ichimda gap keldi, achindim. O'qib ko'rmaganlar O'qib bo'lsa. ko'rlar achinmang, o'sha o'qib ko'rmalarga havasingiz kelsin. Sababi Ha, o'qib uni ko'rmagan. hissiyotli- Sababi siz uni ko'rib bo'lgansiz-da, mana bo'lardi, masalan, qaysi miyangizni nol qilib turib, nimani o'qigan bo'lardingiz yoki qaysi filmni ko'rgan bo'lardingiz desa, o'sha aytasiz-da, falon film masalan. Masalan, men o'zimdan agar so'rasangiz, qaysi filmni agar miyangizni nol qilib turib ko'rgan bo'larsiz, Shawshankdan qochishtirdi masalan. Mana hozir bu kitobni agar o'qirmidingiz qaytadan, miyamni nol qilib turib o'qigan bo'lardim. Emas. Emas. Nimaga? Chunki bu kitob qayta o'qishga arziydigan kitob. Nimaga desangiz, qayta o'qiganingizda yangilik o'zingiz uchun kashf qilasiz uni. Shuning uchun mana bu zo'r asarlar shunaqada aslida. Mana nima uchun aytamiz, falonchi deymiz, zo'r asar yozadi, zo'r yozuvchi deymiz. Nimaga desangiz, chunki siz uni kitobini qayta o'qigan saringiz, siz o'zingiz uchun qayta yangilik kashf qilasiz. Nimaga Qodiriyga ko'p murojaat qilaveramiz? O'tgan kunlarga yoki Mehrobdan Chayonga ko'p murojaat qilamiz. Sababi Qodiriy shu asarini siz qayta o'qigan saringiz o'zingizga yangilik kashf qilib borasiz. Bu asar ham xuddi shunaqa. Ya'ni ruhiyatingizda kechayotgan kechimlarni, boshqalarni hammasini qayta tushunib borasiz. Bu joyni boshqacha tushungan ekanman, bu joyni boshqacha ko'rgan ekanman, boshqacha hazm qilgan ekanman. Shuning uchun hali kitob o'qimaganlar bo'lsa, ko'rmagan bo'lsanglar, kitob qo'lga olinglar, o'qinglar. O'qib ba'zi bir joylarga tushunmaganlar bo'lsa, yana olinglar, yana o'qinglar. Tushunmagan joylarni chizib qo'yinglar va qayta ko'ringlar. Chunki har gal o'qilganda yozuvchilar baribir har narsaga detalni yondoshadi-da, har bitta detalni yondoshadi va har gal uni yana qaysi kayfiyatda o'qishingizga ham bog'liq. Va har gal qaysi kayfiyatda o'qiyotganingizga qarab turib yangi ma'no chiqarasiz o'zingizga. Bekorga kitob qayta o'qilmaydi. Qayta o'sha yaxshi asarlar qayta o'qilganda o'sha aytganimizdek har bitta obrazga alohida yana berilgan yo'nalishdan tashqari mana har bitta asarda qahramonni o'zining yo'nalishi bor. Masalan, bu yomonmi? Yomon yo'lda ketaveradi, lekin o'sha yomon yo'lda o'zining yaxshiligi bor, ichidagi maqsadi bor. O'sha maqsadlarini tushunishni boshlaysiz va balkim antigeroyi siz fanati bo'lib qolishingiz mumkin-da. Tushundingizmi? Shuning uchun qayta o'qib yangi narsa kashf qilish eng yaxshisi menimcha. Timsollar haqida gapirib turdik. Kitobda aytdik-ku, qayta tushunmagan bo'lsanglar, qayta o'qinglar, o'zingiz uchun yangilik kashf qilasiz. Bundan tashqari har bir muallif o'sha joyda bir yashirin ma'nolar berib ketadi-da. Har bir asarida har bir qahramon aytdi-ku, timsol va ana shu joyda shu ma'nolar bor. Mana bitta misol, Hayo birinchi kim oldiga keladi? O'sha kitobga uni mehr qo'yib, o'sha o'qishga sababchi bo'lgan inson kim? Amin bobo. Amin bobo. Xo'p. Nima uchun muallif Amin bobo deb atadi? Amin bobo. Muallif yashirin ma'nosi bor bu. Juda katta ma'no bor. Amin bobo. Amin so'zi arabchada tarjima qiladigan bo'lsa ishonchli, ya'ni ishonch. Hech e'tibor bermagan ekanman. Mana shu ishonchli inson, ya'ni ishonchni oldiga keldi Hayo. Ya'ni ishonch unga qo'pol qilib aytgan hayotni o'rgatdi deganday ma'no. Mana shunaqa ma'no. Bunaqasi juda ko'p kitobda. Agar men hozir aytadigan bo'lsam gapirib o'tiraveramiz, lekin bitta misol tariqasida aytdim. Keyin kommentariyada bir ikkita insonlar shunaqa chiroyli asar xuddi soxtalar chiqdi dedi-ku, o'shanga o'xshab bir ikkita fikrlarni odamlarni chalg'ityapti-da. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsak, aytishyapti, kitob fantastik janrda bo'lgani uchun kitobxonlari faqat bosh kitobxonlar o'qish kerak. Endi kitobga kirayotgan odamlar o'qish kerak. Qolganlarga juda oddiy bu deb aytyapti, fikrlayapti. Mana shu kommentariy. Men o'yladim o'sha narsada yozmoqchi bo'ldim ham kommentariyaga. Yo'q, aslida unaqa emas. Faqat kitobga kirib olish uchun o'qish kerak degan narsa yo'q bu yerda. Chunki masalan, men har bitta hayotga o'tganida bitta narsani o'rgandim. Masalan, shu qush hayotiga o'tdingiz-ku. Eng ko'p men fikrlaganim, eng ko'p xulosa chiqarganim mana shu qush hayotiga kirganda bo'ldi. U qush hayotiga kirgandan keyin bunaqa men xulosa oldimmi? Shu masalan, o'zim ham yoshman, lekin baba qanchadir yashagandan keyin o'sha xulosa qilarli darajada muallif menga yetkizdimi? Ammo shunda ham kitobni o'qirdim-ku. Binafsha shulasigacha. Lekin binafsha shulasini o'qib turib o'sha xulosani chiqardimmi? Demak, bu faqat kitobga kirib olish uchun degan kitob emas.
Hamma o'qish kerak, hamma xulosa Yo'q, qilish agar kerak. kitobga kirib olish uchun bo'ladigan bo'lsa, agar yosh bolalar bo'lsa, erta kitobdan boshlashni man aytmoqchiman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim. Aytishadi, ba'zida kimlargadir erish tuyulishi mumkin. Nimaga hadeb kitob o'qi deydi, boshqa deydi. Lekin bir narsaki, inson qancha ko'p kitob o'qisa, kerakli kitob o'qisa haqida gapiryapman. Kerak emas kitoblar ham ko'p-ku. Haligi nima deydi, hayotga salbiy ta'sir qiladigan. Xuddi bu ham ijod mahsulida har xil yozuvchilar bor, boshqa bor. Yaxshi yozuvchilarni, yaxshi asarni o'qib, kerakli kitoblar, manfaatli kitoblarni o'qigan sari insonni hozir siz 7 yosh, o'zim ham yoshman-ku, 20 yosh bo'lsangiz, siz agar qancha kitob o'qigan bo'lsangiz, sizni yoshingiz bo'lmagan 40-50 yashar insonni yoshiga yetib qolasiz-da. Nimaga desa, kitob fikrlashga undaydi. Kitob dunyoni anglashga o'rgatadi, insonni ruhiyatini tushunishga o'rgatadi. Hayotda o'zini qanaqa tutib, qanaqa yashamoqlik kerakligi haqida siz fikr va mulohazalarga ega bo'lasiz. U yerda bir narsaki, shunaqaki, ya'ni ijoddan xuddi shunaqaki, insonga ijod keladi masalan. Endi bunaqa emas-u, salbiy ijod bor, ijobiy ijod bor-da. Ya'ni deylik o'sha rahmoniy va shaytoniy deyiladigan bo'lsak. Rahmoniy agar ijod keladigan bo'lsa, ya'ni Alloh tomonidan o'sha insonga bir beriladi, ijod qiladi. Ana shu ijodi insoniyatga manfaatli bo'ladi. Ya'ni u yerdan siz faqat manfaat olasiz, ya'ni yaxshilik olasiz. Endi shunaqa asarlar bor, u asarlar aytiladiki, hatto o'qilmasin ham deyshadi. Ya'ni aytmoqchimanki, kitob o'qish kerak ekan deb to'g'ridan to'g'ri kelgan hamma kitob o'qib ketaverish kerak emas. Kitob o'qisa bo'ldi ekan deb qo'lga uchragan kitob o'qib ketaverish kerak emas. Bu ham shunaqa narsaki, o'sha kerakli kitobni olib, kerakli kitob ochib uni o'qish kerak. Mana hozir xuddi o'sha biz gapirayotgan o'sha Binafsha shu'lasi asari ham garchi u fantasy janrida bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'quvchiga manfaatli asar. Mana iloji boricha mana hozir Falaq nashr tomonidan taqdim etilyapti-da. Ya'ni o'quvchi shunaqa nashriyotni kuzatib borish kerakki, ya'ni Falaq nashr ham uchragan kitob ko'tarib bermayapti bu narsa. Shuni men endi baraka topkurlar, biz yaxshi asar olib keldik, mana shu asarni o'qinglar deyilyapti. Nechta chig'iriqdan o'tgan. Rost gapda, masalan, u falon pulli narsa olib keldi, uni sotib olinglar demayapti. Qo'pol qiladigan mashina olib kelib sotmayapti. To'g'ri narsa. Lekin aslini olib qaraganda undan-da qimmat bo'lgan narsani sotyapti. Ya'ni arzonga beryapti, aslini olganda. Chunki dunyoda eng qimmat narsa bu kitob. Eng arzon bo'lgan narsa ham kitob. O'zini qutublarni keltirib olasiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib ketish kerak, o'sha aynan kitobdagi obraz, hayo obrazi haqida. Hamma o'qiganlar bilishadi. Hayo qanaqa aytsam ekan, kichkina injiq qizdan to fikrini yig'ib olgan va hayotda nima xohlashini bilishgacha yetib kelgan qizni har bir kitobdan kitobga o'tganda obrazni ulg'ayib boradi. Obrazlar orqali ulg'ayib boradi. O'sha boyagi aytganingizdek qush obrazi. Yana bir joyi bor, gullar olamiga tushib. O'sha men uchun sizga ko'proq yoqdi. Gullar olamiga tushib qoladi va gullar olamidagi o'sha savollar beradi. Nima uchun degan savolni juda ko'p beradi. Nima uchun degan savolni va har bitta gul orqali nima uchunligini bilib oladi va har bitta gulda maqsadi nima ekanligini bilib oladi. O'sha orasida o'sha gullarni bir-birini ustidan kulishigacha, boshqagacha bor. Muallif shunaqa yondoshgan, o'sha gullar orqali ham insonlar fe'lini ko'rsatib bergan. Insonlar fe'lini chiroyli ochib bergan. U seni atrofingda qancha inson bo'lishi mumkin, yaxshi niyatda, yomon niyatda sendan manfaatdor bo'ladigan, foydalanishi istaydigan va shunchaki seni yoningda bo'lish xohlaydigan insonlar bor-da. Shularni orasidan gul obrazida, nimaga gul obrazida? Gul obrazida deganda mana atir gulini. Atir guli, sevgilimni, mahbubimni yonida bo'lish uchun, har doim sevgilim sovg'a qilish uchun fe'l, xarakter bor-a o'sha yerda. Demak, u muhabbatga tashna. Doim yana bir tomoni bor, xudbinlik bilan o'sha odam yonida qolish xohlaydigan.
bitta fe'l ochib berildimi? Yana bir narsa, piyozgul gapi bor. Piyozgul gapi bor. Piyozgul achitib gapiryapti. Achitib gapiryapti. Haqiqat. Fe'l, haqiqat go'yi fe'lini ochib bergan. Qisqa, suhbat juda qisqa. Qisqa suhbatlar, lekin ko'p narsani o'rganish mumkin. Faqat unga ko'zni kattaroq ochib, uni yaxshiroq ishlatib, bunday aylantirib borib, zavat qilib borib, yaxshilab qarash kerak. Ko'p narsa ko'rish mumkin. Va shu orqali kichkina detalli gaplar bilan ko'p narsani ko'rib olish mumkin. Masalan, o'sha deydi nima o'sha fialka gulga aytadiki, o'sha nimamga deydi, kimdir nimasidir bo'lishni xohlayman desa, sen o'zi shunaqasan, har doim shunaqa bo'lishni xohlaysan, oldin ham shunaqa qilgansan. Mana shunaqa narsada u o'zi kichkinagina gul, masalanda, bahorda chiqadi, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Hech kim hatto eslamaydi ham, faqat hidi chiqqanda biladi, ochilibdi, bahor kelibdi deydi. Bo'ldi, shu bilan boshqa eslamaydi. Shunaqa insonlar borki, bitta hisingga kelib qoladi, keyin yo'q bo'lib ketadi. O'sha yerda ham shu narsani ko'rsatib berganda, demoqchimanki, har bitta ochib berilgan, har bitta kitobdan kitobga o'tganda nima uchun, nimaga fe'li o'zgarib boradi va qiz ulg'ayadi. Kitobda ulg'ayadi. Bu shunday kitobga tushib qoldi, kitob ichida shuncha yashadi, bo'ldi. Hamma har xil qarashi mumkin, kitob har xil o'qish mumkin. Tushunib o'qish bor. O'sha qayta o'qinglar deganda bekorga aytmadilar Abdulhay. Har bitta detalni boshqatdan ochib chiqasiz. Har bitta detalga boshqatdan yondashib chiqasiz. Agar bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lar, bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lar. Teoriya yozuvchidan tashqari inson o'zi teoriya tuzishni boshlaydi miyada. Agar bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lardi, bunaqa bo'lganda bunaqa bo'lar. Endi nimaga men unaqa deyotganim, baribir biz kinochilarmiz-da, dublyaj ichidagi odammiz, ko'p narsani ko'rgandan keyin intuitsiya ishlaydi-da, ko'p hozir. Men bo'lgandan keyin hozir mana bunaqa voqea bo'lishi kerak degan narsa paydo bo'lgan bizda, chunki ish jarayoni tajribadan. Bu narsa. Kitobda ham xuddi shu narsa. Faqat u kitob tasavvurga ishlaydi, tasavvur. Men oxiriga borganda, masalan, kitobda ulg'ayib, o'sha boy birinchi qismini o'zida kulminatsion nuqtani o'zi bor edi. Kulminatsion nuqtani o'zi bor edi. Lekin yechimgacha kelguncha qizni ochiq qolib ketgan savollari bor. Ochiq qolib ketgan savollar bor. O'shani ichida bittasi eng tugunlisi. Esimga tushib qoldi-da. Tasavvur qiling, hamma hayotga kirdi. Hamma hayotda, har bitta kitobda binafsha gulini ko'radi. Binafsha gul bilmaydi, lekin Amin bobodan so'raydi. Nimaga hamma kitobga kirganimda, har bitta kitobda nimadir bo'lib, men binafsha gulini ko'rib qolman, qayerdadir deydi. Nimaga shunaqaligini men hozir esimga kelmayapti, lekin yozilmagan hamda, adashmasam. Timsol. Bu timsol, Abdulhayiz bekorga yashirin timsollar demadilar. Timsol bu. Binafsha guli hozir men aytdim, faqatgina bahorda ochiladi binafsha gul. Va hididan bilasiz, uni ko'rmay qolishingiz mumkin. Mayda chiroyli gul u. Siyohrang mayda chiroyli gul. Uni ko'rmay qolasiz, lekin o'tganingizda hididan sezasiz. Timsol, u nimani eslatadi? Tasavvur qiling, masalan, binafsha hidini o'zi kelganda, shu'lasi, hidi yoki nimadir. Oddiy binafsha deganda tasavvuringizga nima keladi? Shundan kelib chiqqan holatda, o'zingizni holatingizdan tasavvurga ega bo'lgan bu tasavvuringiz bo'lsa, mana aytishingiz mumkin-da. Hammada bu har xil bo'lishi mumkin. Inson fe'li har xil, masalan, jahldor inson bor, yumshoq fe'l inson bor, hasadgo'y bor, maqtanchoq bor, ochiq ko'ngil inson bor. Hammaga hamma narsa har xil ta'sir ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holatda kitob ham, masalan, bekorga qayta deganda o'sha aytmayapmiz, bitta yo'nalishda emas-da. Uni ochiq ko'ngil boshqacha tushunadi. Sal fe'li boshqacharoq odam, masalan, hasadgo'y boshqacha tushunadi. Manfaatdor bo'lish, inson kitobda manfaatdor bo'lish deganda, o'sha yana bitta o'sha esda qolish kerak va nima qilish kerak, hisobga olish kerak. Har kim fe'lidan chiqib kelgan holatda o'sha kitobdan manfaatdor bo'ladi. Xarakteridan kelib chiqqan holatda. Xarakteridan kelib chiqqan. Keyin bitta narsa yana o'ylantirganda o'sha kitobda. Unda tomoshabinlarga bitta tashlab ketmoqchiman-da. O'sha yerda bitta hayotga kiradi. Sizlar o'qib ko'rganlar bo'lsa, bilasizlar, o'qimaganlar bo'lsa o'qib ko'ringlar. Apelsin hidi shunaqa edi adashmasam. Apelsin hidi nomlangan kitobga kiradi. O'sha yerda men ochiq aytmayman, spoiler bo'lib qolmasam, o'lim bo'ladi. O'lim bo'ladi. Menga kommentariyalar keldi, nimaga unaqa bo'ldi deyshadi. Nimaga unaqa apelsin bo'ldi, prичем degan narsa bo'ldi-da.
gaplarimizdan xulosa olgan holatda timsol dedik. Yana bitta o'qib ko'ringlar, yana bitta anaqaga o'ylab ko'ringlar, nima haqida dedim, ichini o'ylab ko'ringlar, chiqadi javob degan gaplarimizni xulosa qilgan holatda o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar. Nimaga unaqa bo'ldi? Men kommentariyada har bitta men o'zim ko'rib chiqib Instagramda storiesimda o'zimga yoqqan javoblarni olib olaman. Qaysi javob o'sha apelsin hidi kitobiga kirganda hayo qaysi nima bo'ldi o'zi? Ma'noni nima edi? Apelsin nima edi? Mana shu kommentariyaga yozib ketinglar, men alohida qilib olaman. Endi eng muhim joyga keladigan bo'lsak, birinchi qism tugab qoldi-yu. Eng anaqa joy edi. Qachon ikkinchi qismi chiqadi degan kommentariylar ko'p. Chunki mana bir narsaki, bu kitobni o'qigan odamni o'zidan men aytishdiki, buni dedi, hali ikkinchi qismi haqida gap ketmagan paytda ikkinchi qismi bo'lish kerak-ku, qachon chiqarkin, bormikin deyishdi. Boshroqda. Ha, bu bormikin, bu bo'lishdi. Lekin haqiqatda muallifi hali fikri tugallanmagandi. Ya'ni voqelikni tugatmagan edi. Endi mana yana hozir Falaq nashr tomonidan bu kitobni ikkinchi qismi hozir. Yaxshi ham biz hozir mana shu ikkinchi qismga chiqish jarayonida shu podkast qilamiz. Agar biz mabodo yarim yil oldin shu podkast qilib qo'yganimizda kommentariyalar to'lib ketardi. Qani ikkinchi qismi deb kitob yozib berardingiz-da. Iloji bo'ladi. Yo'q, lekin yaxshi. Nasib bo'lsa, binafshulasi ikkinchi qismi o'sha tez kunda chiqadi. Jarayonda-da. Mana o'zim bitta ma'lumotni oldim, oddiy misol. Poster ro'zi qo'yilgan ekanda. Ikkinchi qismi. Ikkinchi qismining posterini o'zi milliondan oshiq bo'lib ketibdi-da hozir. Вообще kuzatuvni o'zi. Sababi bir narsaki, bu kitob uchun bu qoyilmaqom bu holat bu. Bitta kitob uchun. Men bir narsani aytardim, bizda yozuvchilarimiz bor, yaxshi iqtidorli yozuvchilarimiz bor. Aytardimki, iltimos qilardim. Endi binafsha shu'lasidan ilhomlangan holatda yana shunga o'xshash asar emas. Shunaqangi asarlari bo'ladigan bo'lsa, yaxshi asarlari bor-da qo'llarda. Shu asarlarni shu elga tanitish uchun kerak. Shu yo'lda harakat qilsa zo'r bo'lardi. Sababi zo'r imkoniyat-da bu. Sababi biz bilib oldik. Bitta shu binafsha shu'lasi bilan umuman yoshlar, avlod kitob o'qishni yaxshi ko'rishar ekan. Lekin kitob o'qiganlarning aksariyati yoshlar. Shunisi xursand qiladi. Mana shunisi xursand qiladi. Bu bo'lish kerak bu aslida. Albatta. Bu masalan hozirgi paytda qo'lga kitob olib ochib o'qish u vaqt ajratish, shu narsaga vaqt ajratish nonsiz bo'lib qolganda-da. Ana hozir qo'liga kitob olib, o'sha kitobni qidirib, qaytda bor ekan. Hatto o'zimga ham yozishdi. Ustoz, yo'q, assalomu alaykum Abdulhay aka, shu kitobni olmoqchiman, qayerdan olsam bo'ladi? Mana shuni aytib qolishdi dedi. Yozish bu quvonchli holat-da. Qayerdan topsam bo'ladi? Albatta, nafaqat yoshlar, bunga bitta misol qilib aytmoqchiman. Men o'zim onamlar, masalan, jurnalistlar, necha yillik mutolaa dasturlarida ishlaganlar juda ko'p va shu kitobni mana ketma-ket yaxshi kitoblar chiqdi, yaxshi asarlar chiqdi va o'sha taqdimotlari bo'ldi, boshqa bo'ldi. So'radilar, Nargiza, menga mana shu kitob olib kelib ber, mana shu kitob olib kelib ber. Keyin mana shu o'zimiz binafsha shu'lasiga bag'ishlangan kontentlar chiqardik, ko'rdilar. Voy, kichkina bo'lmasam bir daqiqaga bormaydigan narsalar. Tezdan menga shu kitobni topib ber. Men onam 70 dan oshganlar. Tezdan shu kitobni topib ber, tezdan shu narsani o'qishni xohlayman. Demak, yoshlardan tashqari kitobga qiziqadigan avlodlarga juda ham chiroyli, foydali, yaxshi, manfaatli kitob. Shunchalik qiziqtiryapti, Falaq nashr endi katta ish qilyapti-da. Mana kitobga kirmagan odamlarni shunchalik bu kitobni trendga olib chiqib, kitob qo'liga ushatib qo'yapti-da. Mana masalan deylik, Falaq nashr bunday olib qaraydigan bo'lsa, haqiqatda turli kitoblar chiqarishyapti boshqa. Bu kitobni ko'rsatish bilan bir qatorda o'quvchilarni o'zlari ko'tarib olishdi. Mana masalan, o'quvchilarni o'zlari ko'tarib olishdi bu narsani. Nimaga desa, sababi real hissiyotga taqdim etilish uchun to'g'ri kitob tanlangan edi. Ya'ni o'quvchi uchun to'g'ri kitob tanlangan. Ya'ni o'sha Amin bobo kitob beradi-yu.
xuddi shu vazifani Falaq nashr amalga oshirdi. Qo'liga- Obizni aytganda shunaqa. anaqa poster qo'yishdi deb aytdingiz-ku. Men xursand bo'lgan tarafim mana siz tomoshabin sifatida va shu san'at ichida yurgan odam sifatida baholadingiz. Yana bitta chekkadan men xursand bo'lgan tarafim, ya'ni hozir marketing SMM tomonlama qaragan bo'lsak, poster u rasmni, video emas, nimadir qiziqtirish uchun, yo yurakka chiqish uchun, voqea bo'lish uchun. Bu degani poster 1 million prosmotr yig'sa, bu xuddi Reels salkam 10 million yig'gandek, prosmotr yig'gandek natija degani-da. Bu posterni bitta rasmni o'zi 1 million yo'q. Bu degani shunchalik juda ko'p odam bor ekan, binafsha shulasini. Keyin anaqa qilishyapti. Shunaqa kitob bo'ladiki, o'zi binafsha shulasidan bo'lmasa ham kitob olib chiqishyapti-da, ana gapirib chiqishyapti masalan. Book blogerlar gapirib chiqyapti, qo'lida binafsha shulasi kitob. Bo'ldi, u kitob trend, bu video trendda. U video shu kamida 10 ming, 20 ming ko'riladi. Men bir narsani Hayfda bu faqat. Men bir narsani xohlardim. Hozir masalan deylik, Falaq nashr mana shu binafsha shulasi haqida kitob bo'ldi, odamlar maza qilib o'qishdi, muallif haqida ham gapirdi. Juda ham xohlardim agar imkoniyat, sharoit bo'lsa, shu kitobni muallifi bilan shunaqa bir podkast qilinsa. Ya'ni sababi muallif uchun ham juda qiziq bu. Sani kitobingni O'zbekistonda sevib o'qishyapti. Sani kitobingga nisbatan munosabat bunaqa bo'lib ketdi. Bu darajagacha chiqib ketdi. Desa muallifi u xursand qiladigan holatda bu. Masalan, muallif bilan men xohlardim. Masalan, shaxsan o'zimga ham qiziqdi. Muallif falon joylarda nima xohlagan? Nima demoqchi bo'lgan bu joyda? Muallif o'zini o'zidan eshitish xohlardim-da. U boshqacha bo'lardi. Chunki Falaq nashr Bu tomoshabinlarga ham bog'liqda. Mana taqdimoti, binafsha shulasi ikkinchi qismi taqdimoti bo'ladi. Nasib bo'lsa, shunga men umid qilaman. Bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz aytganingizdek Usoma Muslimov o'zi kelib binafsha shulasi ikkinchi qismini taqdimotida o'tiribdi. Albatta bu zo'r bo'lardi. Bu Falaq nashrdan ham birinchi navbatda tomoshabinlar hal qilish kerak bo'lgan narsa. Ya'ni Albatta. ular xohlasa, ular shunchalik kerak qilinglar deydigan bo'lsa, keyin Falaq nashr, ha, tomoshabinlar qiziqyapti, qilib ko'raylik degan narsa qilishadi. kitobxonlar, o'quvchilar, kitobxonlar. Kitobxonlar, ziyolilar. Yo'q, tomoshabinlar deganingizga endi. Tomoshabinlar deganda to'g'ri Aslida tushuntiraman, hozir tomoshabin. ko'rib turishibdi-yu baribir shundan kelib chiqdi. Tomoshabinlar kitobxonlar-da. Tomoshabin kitobxon. Tomoshabin kitobxonlar. Endi binafsha shulasi ikkinchi qismini kutishdan boshqa naqamiz yo'q. Yo'q, men sababi nima deydi, odamda bo'ladi, bir intizorlik bilan nimadir kutasiz. Xuddi o'sha film, yangi filmi keyingi qismi chiqar ekan, o'sha premyerasi bo'lar ekan deganda, o'sha bor. Qaysidir ma'noda shu kitobni keyingi bu qaysidir ma'noda hayajonli jarayon-da bu. Shuning uchun kitobxonlar xohlaydiki, tezroq shu ikkinchi qismi chiqsa, shu bu ma'naviy oziqa-da bu ham. Xuddi shunaqa narsa-da. O'sha tezroq taom pishsa, tezroq shu taomdan tatib ko'rsam, qanaqa ekan, keyingisi qanaqa chiqqan ekan degan narsa. Xuddi shunaqa kitob ham ma'naviy oziqa. Tezroq chiqsa, tezroq shu ruhiyati hammasi joyiga tushib, keyingi voqelik nima bo'ldi? Hayoti, keyingisi nima bo'ldi? Arandasi bilan nima bo'ldi? Masalan, binafsha shulasini birinchi qismini o'qiganlar, deylik 4-5 oy oldin yanvarda chiqdi, adashmasam. Birinchi qismini o'qiganlar o'shandan beri kutyapti-da, mana yarim yil bo'ladi yaqinda. O'sha ikkinchi qismini kutyapti. Hissiyot to'xtab qolgan ular. Lekin hozir bu podkastni ko'rgandan keyin binafsha shulasini birinchi qismini o'qimaganlar, birinchi qismini o'qish uchun harakat qiladiganlar, ularga havasim keladi. Chunki yarim yildan beri kutayotganlarga nisbatan ular kamroq kutishadi. Deyarli kutishmaydi ham menimcha. Chunki binafsha shulasi ikkinchi qismi shundoq birinchi qismini tugatishiga ikkinchi qismi chiqsa. Yo'q, nimaga men bitta narsani aytib o'tishim kerak shu o'rinda, agar asl kitobxon bo'lsa, boya aytganimizdek, qayta o'qib, yangi ma'no chiqarib va ikkinchi qismiga o'tishga o'zini ruhiy tayyorlab turadi. Bu degani yarim marta o'qib chiqish kerak hali ikkinchi qismi. Ruhiy tayyorlab turadi. Hozir shu yerda bitta narsa kelib qoldi, balkim ikkinchi qismi o'sha filmlardagi spin-off bo'lar. Boshqa asosiy qahramonlarga, ya'ni boshqa qahramonlar, masalan, ikkinchi plandagi qahramonlar birinchi planga chiqadi. Hayo ikkinchi nimaga o'tar. Bu shunchaki teoriya. Qoyil. O'shaning uchun Usoma Muslimov olib kelish kerak-da. O'zlari bilan suhbatlashish kerak. Chunki o'sha aytganimdek boshqa asarlari ham bor-da, Usoma Muslimov.
O'sha asarlari ham shu muallif o'sha yaxshi asarlari bor. Shu asarlarni ham o'sha o'quvchi bilan tanishtirilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni muallif o'zi bilan, sababi hali bunaqa voqelik bo'lmagan. Ha. Zo'r voqelik bo'lardi. To'g'ri. Falaq nashrga bu. Faqat nima deymiz endi? Kutamiz va o'qiganlarga va o'qimaganlarga bitta oxirgi anaqangizni aytib bera olasizmi? Nima deydi? Tavsiyami, maslahatmi, yo gapingizmi? Xo'p, Binafsha shu'lasini o'qimaganlarga kitobni oling. Iloji boricha tabiat qo'yniga chiqing. Iloji boricha yolg'iz qoling. Yoki uyda bo'lsangiz, o'zingiz yolg'iz qolgan holatda kitobni mutolaa qiling. Shovqin joyda o'qimang kitobni. Umuman o'zi kitob shovqin joyda o'qilmaydi, lekin aynan bu kitob shovqin joyda o'qiladigan asar emas. O'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolib, o'zingiz bilan o'zingiz fikrlaydigan asardir. Shunaqa. Siz nima deysiz? Qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha o'zingiz aytganingizdek, ko'ngil xotirjamligida miyam bir joyga qo'yib, o'sha sokin joyda yaxshi kitob mutolaa qilinsin har doim. Hozir Manfaatli, chiroyli, yaxshi kitob mutolaa qilinsin. Miyam joyga qo'yibdi. Endi bu bahona emas, miyam joyga qo'ya olmayapman. Yaxshi asarlar hamroh bo'lsin har doim. Rahmat. Inson hayotda xursand bo'lishdan ko'ra xafa bo'lishga sabablar ko'p. Sen hayotimga nur bag'ishlagan, hayotim chirog'isan. Binafsha shu'lasi. Ikkinchi qismni kutinglar.